Oğuz Əlləyin, Yasincan Sadiq Çoğlar. Rastını degende Ozanga adetli kişiler bir eşek idi. Boy bəsti, rengi royu, yol yürüyüşü öz cemiyetidekilerden anç fark olup ketmeydi. Ama harbu sörgen, yük götürgendeki uğurluk sebebinden sepra ilgisi ayavsiz savab oң qoluqi bir tarafga qing'iyib qolg'ashqa taqi-turqi xilila kirimsiz ko'rinadi. Jamiyatdagi boshqalar ikki qo'liqini tik tutib, so'lat bilan uyon-bayon chepib yurishlari uning hasitini qo'zg'aydi. U ikki qo'liqini har qancha tik qilib beqishga tirishsa-mu, sho'r qurg'ur o'ng qo'liqidan tarqonadigan qog'ozdek ing'ayg'an edi. Ammo uning bir qism ortiqchiliklari yo'q emas edi. Yem xeshakka kelganda jamiyatidagi har qandoq biridan ishtioliq edi. Sapro egisi siqliq qilmay o'qirg'i to'kibli tursa, bo'g'iz bilan samonni ko'rsildi-tib, yatli turadi. Minganda ancha-muncha alvozliqini hisob olmaganda takkak, tishliga xuyi yo'q edi. Ovozi ajoyib yangroq bo'lib, bir hangraydigan bo'lsa, bütün mahallini beşiği kiyadi. Bu üç xil ahval ostida angraydi. Birinchidan, kechichi qo'rsiq echib ketib, hang yo'rimagan oq saharda egisini qo'pib, tezroq bo'g'iz berishga oldirtib angraydi. Ikkinchidan, qo'rsiqi to'ygandan keyin angrab qo'yadi. Albatta bu to'qliqdan shoq chiqqanlikning alomati edi. Üçüncüsü, jamiyatdagi yot jinslarni, moda eshakni ko'rganda angraydi. Bundaq chaqlarda u atrofida odam bor yo'q demay, harbu so'rayotgan, yük götürüyotgan bilan hisoblashmay, arg'on ochqanlik bilan kori bo'lmay, barliq ovozi bilan harbini o'zini jon-jakli bilan ashu jonivorga atadi. Eng cho'ng aybi aldirash yuk ortib yoki harbu so'rab ketib borganda quyuqsizlar suydik purab to'xtab olishidi. Bundaq chog'da uningga tayoq kor qilmaydi. Har qancha oldirtib turgan bilanmi, johillik bilan tirajab suydikni qinib purab beşini götürüp asmanı qarğancha tumshuqlarni huzurluq bilan purishtiradi. Shundaqlikqa qaramay bo'z hangining o'ziga tushliq arzu armonlari bor edi. Koni ko'milash tamliq bo'lsa-mu, ammo o'g'izisdan yomg'ir o'tmaydigan makoni eg'ilni yaratmaydi. Sapro egisining pat-pat oyog'iga tushak tashlab quruq tashlardan, tuyoqlarni uprab ketmasin deb taqilitib qo'yishlardan, tamig'ini qiyishib qolmasin deb har kun atiganda o'qurg'a bo'g'iz qo'noq to'kib berishidan samanni suvga pakiz yuyib, lay to'plarni chiqarib etib, bug'doy unining kepiki bilan kunjira aralashtirib, alab etib berishlardan u yanada rozi emas edi. Bir fursat bo'lsa, bu yerdan qutulsam, kangri bir o'rmonga borsam, barliq hayvonlar menga farmonbardorlik qilsa, xohlagancha buyruq tushirib, xiyolimga kelganini qilsa, chiroyli moda eshaklar menga hamroh bo'lsa, bu zanga o'zining xiyolidan o'zi hayajonlanadi. Eğilning o'g'isini echivatgidek darajada to'rt temini o'rivatgidek qilib, noqta chullarni o'zivatgidek holda angraydi. Uning angrashlaridan bizor bo'lgan mahalla itlari nolilik uvlaydi. Bu Bozangining shaharga tunji qatim kirish emas. Chunki uni sapro egisi pat-pat bir harvu o'tin yoki 2-3 tog'or qo'noq, terix degandek narsalarni bosgan harvu qatib shaharning o'tin yog'och bozori degandek yerlarga Şonlaşqıma o şəhərinin bu tərəflərini obdan bilət. Sapro egisini jo'ritmayla şəhərinin əgri-bugri yollarda azmay öz yolunu tepib mağatdı. Amma bu qatim şəhər koçisida Bozanga egisini emas, egisi Bozangini başlap mağdı. Hem Bozangini bir neçə egiz qattiq tilladi, tashkushladi. Hatta salpayıb qalğan o'ng qo'liqiga 2-3 qatim qamchi saldı. Bozanga bu tartquliqning hammasini harvining ustida yuzini chumbal bilan o'rib olib o'ltirgan ayol xo'jayindan ko'rdi. Chunki sapro egisi bu qatim harviga o'tin yoki ochliq bosmay, ayolni o'ltirg'izib shaharga kirgan. Bozangining shaharda to'limanib kunib ketgan ko'chalari hali o'zgarib ketgan edi. Shaharning mata, chakma, shoyi atlas bozoriga kelib, harvi ustidagi ayolningla emas, Bozangining ko'zlarimi olachakman bo'lib ketdi. Bu bozorda bakkar, boyoqchi, gazlimi savdogar tijorat qiladi. Bakkarlar to'qib kelgan har xil matolarni gazlim savdogarlar sotib olib, boyoqchilarda har xil rangda bo'yaydi. Boyoqchilar har yo'g'on boyoq o'lchaklarda mata raqtlarni turli ranglarda bo'yab, gul besib, momi yog'ochning 2 beshiga bog'lagan panalarga yeyib qo'yadi.
Türlük rənglərdə boyilib, hər xil gül nusxaları düşürülgən matalar, çayı atlaslar bu bazarını acayip rənglər tüskə görgüzgən idi. Səpra egisi boz hangini arvadan çıxırıb, arvanın çaxığı bağlap qoydu da, aldıq bir bağ bedi taşlap verib ayağı bilan gəzlimi savdogarına dokunub barıdı. Bozanga aldıdaki bedeni əmdi kor sıldıtıp çaynap duruşuğa bornaq yıqımlıq bir pıraq vuruldu. Bozanga üçün bu tulumu şirin hem hayacanlıq bir pıraq idi. Bozanga dərhal beşini götürüp ətrafqa göz yugurdu. Onun ötkür gözleri pıraq gəlgən nişanını asallı bayqı aldı. 100 qədəm yıraqlıqda bir mada işe kulaklarını tek tutup quyruqını nazakətli şipanlatqan işe uzun kirpiklik çoğ-çoğ qara gözlerini Bozangıға tikib nazlanıb qarab turadi. Bozangının közleri sür madanın közleri bilen uçuruşu bilen aman vücudu tanrasız bir hayacandan silkindi de yangraq naqşı arqılıq söygü izhar qılmaqçı bolğandek bar avazı bilen ağrıdı. Onunğa cavaben sürmada beşini nazakat bilen götürüp kulaklarını tiklep, levlerini nazlıq bölüştürüp mak çaynaşqı başladı. Bunu görüp Bozanga qaytadan güç quvvet oldu da ağrıgan beti özünü bağlaqdan boş tutuş üçün zərb bilen yolqunuşqı başladı. Əslində Bozangının noxtasının halqısı boşab qalğan bulub, Səpra egisi onu bayqamay qılğan idi. Onun çulları şu yardıl üzülüb getdi. Bağlaqdan boşanğan Bozanga ağrıgan beti sürmada qarab oqdak etildi. Şu paytda sürmada Bozangının qaramlıqıdan çöşüdümü yoki nazlanğan qılıq qilib qaçıb baqıs keldimi və yoki ətrafdakı nix odamlardan haya qilib haliroq yerga ketkisi keldimi aytavur. Bozangidan 10 necha qadam orilib qoldirib badar qochdi. Şu tapda Bozangının ko'ziga sürmadadan boshqa hech nima ko'rinmaydi. Olton qilgan ovoz bilan tang Bozanga o'zini bir ko'lchakda ko'rdi. Onun əsyadi sürmadını qoğlaş bilen bulup ketib, boyaqçının kölçkiga tushib ketgan. Bozanga kölçəkdən çöçügən beti səkrəb çıxdı da, bir neçə qadam mağa-mamayla yana bir kölçəkə tushib ketdi. Bu qitim onun bədəni xilili qiziq bir hararatni sezdi. Boyaq kölçkiga bir eshakning sakrab tushganini ko'rgan boyaqchi shogirdlari qo'llariga bir taldan dumba olganicha uni adablash uchun g'azab bilan etildi. Bu dahshatni ko'rib Bozanga shunchalik qo'rqdiki, jon jahli bilan qechishga boshladi. U qancha qochgan sari, oldirgan sari boyaq to'ng'a shunchalik sakraydi. Şu tariqada Bozanga 10 necha boyaq to'ng'a sakrab chiqdi. Boyaqchi va uning shogirdlaridan dumba yampaşlarga bir necha dumba yapma ulgurdi. Şu tapda boyaqchi Bozangani tutib olsa, terisini tirik turg'izib so'yib olmay qo'ymaydi. Bozanga bu dahshatni allaqachon sezib ulgurgan edi. Shunga u eliqi sürmadini allaqachon esidan chiqarib, hayot qilish uchun jon jahli bilan tirmishib O ikkinchi tutilib qolmaslik, odamzod oyoq bosmagan cho'l jangalga qochib berib, harom xudo yashashni niyat qilib, jon jahli bilan qochmoqda edi. Cheksiz o'rmonlar, timtos gugumliq, yo'lbos podshohning tushlik aromini buzib etmaslik uchun barliq hayvonlar shabi chiqarmay o'z tirikchiligining g'amida yurishadi. Yo'lbos podshoh ko'lning bo'yidagi quchoq yetkusiz yo'g'ingan daraxtning soyasida tushlik uyqusini uxlayotdi. Tulka, yilpiz, qoplon Böre qatarlıq vəzir uzraları onun uyg'onishini kutib farmon bardorlik bilan turishadi. Bozanga Mata gəzlimi bazarda boyaqçının 10 necha boyaq kölçüki kirib sakrab chiqqandan keyin boyaqçının shogirdlarining qo'ldagi g'olda dumbalardan ming tasti qechib qutulguncha to'xtamay 3 kech kunduz yugurdi. Qo'rsqqa ochsa ziroq o't cho'p yedi. Qussa suv ichdi. Undan boshqa chog'da asla to'xtadi. Yugurgach odamzod oyoq bosmagan tinch bir jangalni izlaydi. U ayni shundoq yugurib mana bu cheksiz o'rmonlikqa kelib qolganligini bilmay qoldi. O'rmonlik haqiqatan cheksiz ham tinch. Xuddi Bozanga o'ngidimi, tushidimi orzu qiladigan joyning naq o'zi edi. Tinch cheksiz o'rmonlik. O'rmonlikning o'rtasida so'p-so'zuk, lip-miliq suv qochilangan ko'l. Yap-yashil yumron o't cho'plar. U endi atagandan kashkicha arvo so'rmaydi, yuk ko'tarmaydi, juvoz cho'g'latmaydi. Eng muhimi, Səpra egisining til haqoratlarini anglamaydi, tayoq qamchimi yemaydi. Set uning shuncha chiroyli dunyodagi har qanday hayvonlarnikidan uzun, so'lat beg'ishlaydigan chiroyli quliqi tayoq qamchi zarbasidan mana shundoq og'ir bo'lib qoldi emasmi? Texi bu tayoqlarni oz degandek, eliq Səpra egisi hadislar uni haqoratlab ketishlaricha Set
shu tapdayliqi kuni bozorda uchirgan surmada mush yerda paydo bo'lib qolsichi. Nima degan qaltis ish bo'ladi? Oxiri orzusidek makonga yetib kelganligini his qilgan Bozanga herib oshqinni unutib xo'shallikdan bar ovozi bilan angrab tashladi. Uning angrishidan tip-tinch o'rmonliq larzaga keldi. Ihramon uxlayotgan yo'lbars podshoh umrida anglab boqmagan bu ovozdan ajoyib dahshatni his qilib, ko'nchilik cho'chib uyg'ondiki, sakrab o'rnidan turib, shu amon joyiga go'ppidi. Yo'lbars shohning yuragi bu dahshatli ovozdan yerilib ketgan edi. Tulki, qoplon, yilpiz, bo'ri qatorliq vazir-vuzrolar yo'lbars shohning o'lganligini ko'rib, lag' titrashgunicha o'zlarini o'lik shohning daldisiga oldi. Bozonga bo'lsa qong'idak bir angrab butkul o'rmonliqni pat-paraq silvatgandan keyin suv ichkili Behramon ko'l bo'yiga keldi. U suv ichish uchun shundoq ingishib hayronlikda ko'zlari chaqchib ketdi. Süp-süzük ko'l suyida har bir tuki necha xil rangda julolanib turgan ajoyib bir maxluq uni qarab turadi. Bozonga ko'zimga shundoq ko'rinib ketib qaramdi nima deb suv qayta nazar tashladi. Bo'yi turqi, chiroyi shakli o'ziga o'xshaydigan, ammo rangi, tuklari ajoyib rangdor bir maxluq uni qarab turadi. Kimdir bu deb Bozonga ikki tarafga qaradi. Ko'l bo'yida o'zidan bo'lak hech kim yo'q. Tuyuqsiz onun ko'zi o'zining badaniga tushib, yuragi tasvirliksiz biz ris to'yg'ida düpüldəkken. Onun badani baya ko'l ostida ayon bo'lgan eliq maxluqnikidek o'xshash ajoyib rangdor edi. G'alati ishlar yuz beryapti nima? Qani uning badanidagi to'pa, tang o'rlab turadigan qo'tirlarni yapolmagan hech qanday julasi yo'q bozrang tuklar. Shu topda Bozonga o'zining Mata Gazlin bozorda bo'yoqchining har xil bo'yoq qachilingan ko'lchaklariga tushib ketib, bir-birlab sakrab chiqqanligini zinhor eslayolmaydi. U ko'l suyidagi o'zining ajoyib rangdor turqini tomosha qilgach xiyolga keldi. Aslida mening bo'y turqim, rangi ro'yim mushundoq kelishgan, mushundoq chiroyli ekan tuq. Eliq sapro egan menga bir kun aram bermay, eli arvoqqa sayli juvozga, eli so'ram so'rtib, to'xtamay tillab, tumbalab, oxir mushundoq kurimsiz, qirchang qiyofatga keltirib qo'ygan ekan-da. Xudoga ming shukr. Qaşmagan bo'lsa, o'zimning bunchalik kelishgan sumbatliq ekanligimni mangu bilmas ekan. Asli turqimning bundoq chiroyli kelishgan bo'lgani qaraganda ismim Eshak degan bundoq sat nom bilan atalmagan bo'lishi mumkin. Odamlar jamiyatimizni arom oldirmay ishiltib, dumbalab, shundoq razgi qo'tor holatga keltirib qo'ygan. Ondan Eshak degan shundoq sat ismni qo'yib olgan bo'lishi mumkin. Barcha maxluqot ajoyib chiroyli, rangdor deb ta'riflashadigan Tavusning rangi shu topda mening rangim bilan tanglishalmas. Assalomu alaykum. Tangdasiz polvon oliylari. Bir qo'shiqimizdan kashkayla. Tuyuqsiz bildirilgan bu katta ehtiromdan Bozongining xiyollari uzilib ketdi. U 5 qadam yiroqlikda o'ziga tizlanib bosh urib turgan tulki, yilpiz, qoplon, bo'ri qatorliq yirtqichlarni ko'rib, ham qo'rqinch, ham gumonsirash, hem taaccüp ilkide turib qoldi. Bu neymiş hemdi? Bozonga qo'rqinchini yushirib turib, ularning ehtiromini ilik oldi. O'rninglardan turinglar. Sizlar kim bo'lasizlar? Menga nimishqa buncha hurmat, ehtirom bildirsizlar? Biz dedi tulki ko'zlarini o'ynatib, makkarlik bilan, hamma a'zolardan kulgi yugurtib, xushamat qo'yliq bilan mushu o'rmonliqning xaqoni yo'lbars podshohning vazirlari bo'lamiz. Bayam janobi oliylarning tangdossiz ayvatlik narilardan qo'rqib, yo'lbars podshohimizning yuragi yerilib o'lib ketdi. El yurt bir kunni boshpanoqsiz, qosiban yo'lboshchisiz qolsa bo'lmaydi. Shunlashqa uning o'rniga o'zlarini xonliq taxtiga o'ltirg'izib, podshoh qilib olish qaroriga keldik. Yo'lbars podshohning valiahdisi yo'qmidi? deb so'rdi. Bozonga hech nimani tushunmay. Bo'lishig'i bor dedi. Yilpiz oldiga bir qadam chiqib ehtirom bildirdi. Biz hozirgacha bu o'rmonliqdagi hayvonlarning eng kuchli bahodir polvoni deb yo'lbars bilib, uning hukmronligiga bo'ysunib, uni pasibon podshohimiz deb bilib kelgan edi. Afsus, u o'zlaridek bahodir azamatning tortgan bir narisidan qo'rqib, yurak yerilib o'ldi. Sildek tangdossiz kuch-qudratli bir azamat turgan yerda, hamda ashu qo'rqinchoqning valiahdisi bizga podshoh bo'lsa, xalqisondu. Bu biz uchun haqorat. İltimosimizni rad qilmay, bizga podshoh bo'lg'aylar. Tangdossiz polvon oliylar. Shundoq qilsalar, dedi qoplonmi xushamat qo'yliq bilan egilib. Biz hozirgacha yo'lbarsning uchisidagi to'n saripayni
xonu xoqonlarga xos haqiqiy shahona to'n sarpoyda o'ylab ketdikmiz. Mana bu kitobda oliylarning uchisidagi to'n sarpoyni ko'rib ko'zimiz echilyotdi. Yaratgan egisi o'zlarini podshohlarga xos ajoyib rangdor, juloliq, go'zal to'n sarpoy bilan yaratgan ekan emasmi? O'rmi boshqalardan qolmaslik uchun oldiga bir qadam chiqib Bozanga salom ber. Oliylarning muborak nom sharifi kim bo'ladi ekan? Bilib olsak, oliylarning taxtda o'ltirish murosimini saltanatlik nom sharaflar bilan jakarlasak yaxshi bo'ladi. Shu topda Bozanga o'zini xilila to'xtatib olgan bo'lib, vujudidagi qo'rqinchlar allaqayoqlarga tarab ketgan edi. Shuni podshohlar xos salofat bilan qoldirmay javob berdi. Bo'pti, sizlarning iltimosinglarni qabul qilib, podshoh bo'lsam bo'lay. Nom sharifimni Tavus Allayin deb atsanglar bo'ladi. Xo'sh, darhol jakarchi chiqarilsin. Tavus Allayin shoh oliylarining taxtga o'ldirish murosimiga o'rmonliqdagi barliq hayvonlar to'liq qatnashsin. Shunda qilib, Bozangining eshak degan nomi Tavus Allayinga o'zgarib, o'zi o'rmonga podshoh bo'lib qoldi. Bozanga Tavus Allayin shoh oliylari bu cheksiz o'rmonning podshohlik taxtiga o'ldirgandan keyin vujudini xushallik bilan vahima tanglichirmi oldi. Uning xushalliqi safra egisining til tayiqidan atigandan kashgacha tinim topmay ishlashdan qutulganligi. Nuqta chulvirsiz, bog'loqsiz erkin zoti yashaydi. Vahimasi bo'lsa, podshohlik saltanatining qanchalik uzun davomlashishiga ko'zning yetmasligidir. Bu o'rmonliqdagi hayvonlarning eshak jamoatini ilgari ko'rib boqmaganligi uchun o'zining bo'yoqchining ko'lchikidagi bo'yoqlarni bo'ylab rangdor tusga kirgan ajoyib g'aroyib turqiga havaslanib, hamda butkul o'rmonni beshiga kiyib ang'rishdan qo'rqib ketibla, bu shohlik taxtiga o'ltirg'izib qo'yganligini his qilib yetgan edi. Rangdor, juloliq turqini boshqa hayvonlarga ko'z qilishni va kuniga bir necha qatim o'rmonliqni zil-ziliga solib, bor ovozi bilan angrab qo'yishni faqatla esidan chiqarmaydi. Tavus Allayin shoh oliylari bu o'rmonliqdagi ojiz hayvonlarning kuchli hayvonlarga xizmat qilganligini, ojiz hayvonlarning o't-cho'p, mevilik daraxtlarning mevasi va yupurmig'ini yeydiganligini, kuchli hayvonlar bo'lsa, shu ojiz hayvonlarning go'shtini yeydiganligini bilganida vujudini vahima besib, qandoq qilish haqida uzoq bosh qotirdi. Chunki uning shohlik taxtining oldiga tulki, qoplon, yilpiz, bo'ri qatorliq vazirlari, toshqon, kiyik, bug'a, qirg'ovul, olay qatorliq hayvonlarning go'shtlarini kuniga 3 vaqt tizib qo'yardi. Yangi issiq beti turgan bu go'shtlarni ko'rganligi yirtqich hayvonlarning ishtihosi echilib, sho'lgaylari eqib ketadi. Tavus Allayin shoh oliylar bo'lsa azaldan go'sht yeb boqmagan edi. Ammo bu sirni oshkorlashga bo'lmaydi. Shundaqdimi suvdagi turqoq bir qarab o'ziga Tavus Allayin deb ism qo'yishga ulgurgan bu qo'tir eshakning qo'rsiqida xilila yunur bor edi. Shuni u ancha qiynalmayla amal topdi. Janobi amirlarim, dedi vazirlar qarab muloyim talaffuzda. Men bu o'rmon mamlakatida haq adolat o'rnatib, o'rmonliqdagi barliq cho'ng kichik hayvonlarni baxt saodatga erishtirish uchun uzun mezgil go'sht yemay, parhez taomlarni yeb, roza tutib, ibodat qilishga Tangriga va'da berganman. Shunlashqa, bundan keyin mening 3 vaqt g'izoyim uchun go'sht yeb kelmay, o't-cho'p, dal-daraxtlarning yupurmoqlarini, zar-ziroatlarning donlarini, pishqon meva-chevalarni olib kelinglar. Go'sht turidagi bu shahona g'izolarni sizlar sadoqatman vazirlarimga iltifot qildim. Tavus Allayin shoh oliylarining bu qadar taqvodor, oq ko'ngil, sehiy mardligini ko'rib, vazirlar darhol tizlanib minnatdorligini bildirdi. Shoh oliylarining iltifotiga ashqalloh, yashg'ayla, tümen ming yillar yashag'ayla. Azaldillam chechanlik bilan nom chiqargan tulki shoh oliylari tovanchilik bilan so'rdi. Oliylari o'zlari o'l ro'za ibodatidan, parhez g'izo muddatidan qachon forig' bo'ldilar? Buni men bilmayman, dedi Bozanga Tavus Allayin shoh oliylari o'ylangan qiyofatda. Qachonki qilgan ibodatim, tutgan ro'zam Tangriga maqbul bo'lib, meni bu ishlardan forig' bo'lishga vahiy kelmaguncha men o'l go'shtsiz parhez taom yeyishni cheksiz davomlashtiraman. Ular Tavus Allayin shoh oliylarining tavranmas irodasi qoyil bo'lishib, shoh oliylarining 3 vaqt g'izosi uchun o't-cho'plarning uchini, dal daraxtlarning yumron yupurmoqlarini, har xil ziroatlarning dallarini,
türlük mey bağlap pişkan meyve çivilerini ekeldirib berdi. Tavus Allayin Şah aliler bolsa bu nimetlerini iştiha bile yeydi. Vezirleri yavatqan go'shga ko'z qirnini silib qo'ymaydi. To'qliqdan sho'xliq chiqadi deganda xotirjamlik va mo'l ne'matlar Tavus Allayin Shoh oliylarining havoyi havasini pat-pat qo'zg'ab qo'ydigan bo'lib qolgan edi. Bundaq chog'da uning ko'z oldiga Mata Gazlimi bozorda uchragan go'zal sur moda keladi. Ormanni hayajon bilan hangrab yarsak saladi. Ishqi piroqni ashu mashqqa yetkazmoqchi bo'lganda bahar ovoz bilan kuchab hangraydi. Bir kuni kechda ko'z bog'langanda tuyuqsizlik chilakni qo'ygandek yoqqan yomg'ir at tong so'zilishga yaqin chippada to'xtadi. Asta-asta ko'tarilishga boshlagan quyosh cheksiz o'rmonliqqa oltindek nurlarni saxiylik bilan chechishga boshladi. Kecha yoqqan yomg'irda chiliq-chiliq o'l bo'lib ketgan hayvonlar asta midirlashib, bir kunlik tirikchilikning g'amiga tushdi. Atiganda Tavus Allayin Shoh oliylarining huzuriga salomga kelgan tulka, yilpis, qoplan, bo'ri qatorliq vazirlar shoh taxtida jaloqlab titrab turgan bo'z ongini ko'rib, ko'zlariga ishonmayli qilishdi. G'azabdan tishlarini g'uchurlatdi. Kimsan? Deb tortmasdan podshohimizning taxtida o'ltirishga qandoq petinding? Dedi bo'ri tishlarini hengaydi. Bu qo'pol ovozni anglab bo'zonga Tavus Allayinni birdilla so'zini sur bosdi. Bu qo'pol ovozni anglab bo'zonga Tavus Allayinni birdilla sur bosdi. Shundaqdimi u o'zini tutib olib shohlarga xos salobat bilan javob berdi. Bir kechada aqlinglardan odishib qolmagansizlar. Muhtaram amirlarim, men sizlarning ulug' xoqoninglar Tavus Allayin bo'laman. Bo'zonga shundoq degach, oldidagi yomg'ir suyi jo'g'lishib qolgan ko'lchak shundoqla qarab, mingisidan tutun chiqib ketdi. O'pkisi og'ziga qoplashib, qo'llar titrashga, butkul a'zoyini sovuq ter besishga boshladi. Shu topda oldidagi yomg'ir suyida uning ko'ziga har bir tuklari har xil rangda julolanib turadigan ajoyib Tavus Allayin emas, sapro egisining til tayoq ostida g'ing qilmay harvu so'raydigan, juvoz so'rgiltadigan, yuk ko'taradigan abga bo'zonga ko'rimsiz qo'tir eshak turadi. Kecha yoqqan yomg'ir bo'zongining badindagi har xil bo'yoqlarni Ak-pakı suyuvatken bulup, kürümsiz, pakbayıp turgan tükleri turqini texiyimi satlashtirib etken. Bizni aldaşqı pedini atamsan texi? O abga dedi qaplan xanjardek o'tkir tishlarini chiqarib xiris qilganicha. Bilib qo'y, Tavus Allayin Shoh oliylari hargizmi sanga o'xshash ko'rimsiz abga emas. Uning ajoyib rangdor to'n sarpoyini, jahonni larziga solg'uchi hayvatlik ovozini hech kimninki bilan tanglashtirgil bo'lmaydi. Siqsi u bizning tangdossiz posibonimizdir. Ayta o'zing zodi kim? Deb tortmasdan o'zingni Tavus Allayin Shoh oliylari develishga qandoq petinding? Bo'zonga bu deyish bir vahima çangılda tipirlaydı. Korkunçdan demek içiga tushib, tanglaylar qurib, put qo'llarda jon qolmagan edi. Men rastlam Tavus Allayin. İşenmisanglar, mama ovozimni anglab beqinglar. Bo'zonga shuncha kuchigan bo'lsa-mu qoni qurib, lavlari titrab turganligidan angray olmay ovozi bo'g'ilib xaqirab qoldi. Şu tapda uning butkul o'rmonliqni larziga solg'uchi yangroq ovozi o'shgandek qiladi. O'ziga o'shmanlik bilan qarab turgan yirtqish vazirlarning qon to'lgan ko'zlari qarab tenini o'lim vahimasi chirmab oldi. Xudo haqqi mong ishininglar, dedi bo'zonga yig'lamsirg'an oldi. Men rostlam Tavus Allayin, shu kechichi yoqqan la'nati yomg'ir badanimdagi bo'yoqlarni yuvatibdi. Zerak tulka bo'zongining bu bechora ham ko'rimsiz turqiga qarab, allaqachon bir narsani pamlagandi. Shunga bo'zongining ko'ziga tikilib turib so'radi. Odamlar bizlarni har xil xos nomlar bilan ataydi. Masalan, meni tulka, vazirlarni yilpiz, qoplan, bo'ri degandek. Ayta, seni nima deb ataydi? Bo'zongi uchun bu javob berish bakmi tasbiy savol edi. Shu topda uning bu savoliga javob bermay qutulolmaydiganligiga ko'zi yetdi. Meni dedi u duduqlab turib. Meni odamlar eshak deb ataydi. Eshak? Tulkining ko'zlari g'azabdan chaqchib ketdi. Aslida odamlar go'shi harom, kuchi halol deb ataydigan qo'tir eshak sen ekansan-da. Tulkining gapini anglab, boshqalar hayron bo'lib bo'zonga qaradi.
Әбді бәшіресі ашқарланған бозаңғы болса, жалақлап titriginicha aran yer dessep turadi. Vazirlar dedi tulki amrohlarga tushundirib. Bu ablah bizni aldabdi. Jahonda Tavus Allayin deydigan bir maxluq bo'lgan emas. Bu ablah o'zining tashqi qiyofatini turli rangda bo'yaganni oz deb bizning ko'zimizni bo'yab bizga podshoh bo'libdi. Bu la'natda ko'r men sizlarga doim gapini qilib beradigan, go'shining ta'mini tetib beqishni orzu qildigan heliqi eshak degan maxluq mushu. Atiganlik nashtilik borstini qo'ldan bermayli. Qani marhamat, bichora bozonga qechishqim ulgurolmadi. Necha vaqtdan beri uning xizmatini sadoqatmanlik bilan bajarib kelgan bu yirtqich vazirlari birdamda uni xom talash qilib yevatdi. Heliqi bo'yoqchining ko'lchiga tushib ketgan bichora qo'tir eshak Tavus Allayin shoh oliylarining balkim bir kunligi bo'lgan bo'lsa, kunligi bilan ashundoq yomg'irdan dodillangan bo'lsa, balkim hozirgacha heliq o'rmonga podshohlik qilavergan. Balkim uningdan katta yayloqqa xaqonlik qilgan tulki, yilpiz, qoplon, bo'ra qatorliq vazir huzurlarga sher yo'lboslarni qatilib, uning xizmatini qilgan bo'lar edi. Kunliklar ostiga kirib olganligi odamlarni yomg'irdan mangu dalda qilib bo'lolmas. Bir kuni har qanday kunlikni teshib o'tgudek shundoq bir qudratli yomg'ir yog'diki, ay, o zaman barliq Tavus Allaylarning ranglari to'kildi.